Konsert dasturimiz davom qilar. Ana endi sahnamizga Navruz folklor etnografik xalq havaskorlik jamoasining 2025-yil 1-chorak uchun tayyorlab kelgan hisobot konsert dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling. O'zbekiston diyori paydo bo'lib, uning olim ulamollari, sangtaroshina qoshlari, ko'kipar obidalari olam uzra dom taratibdi. Buni baxshilar ta'rif qilib bir so'z aytadi. 300 yildir topgan qadir, qanchalar maqtasak arzir, mirishkor dehqonlar yurti, aytsam sizga qadim vazir. Qanchalar maqtasak arzir, mirishkor dehqonlar yurti, aytsam sizga qadim vazir, aytsam sizga qadim vazir. Bog'i bog'bondir bir yon, paxta karvonidir bir yon. Labzulxalal chehrasi gul, ochiq qo'ldir bu savdiyam, ochiq qo'ldir bu savdiyam. Abad kuşlar Gülistan. Küplama bilenler, imanı büyük Allah'ım ya. Dostum bir de bir kullarlar, olsam dedi yine tekrar, olsam dedi yine tekrar. Tarifin kaylık dastan. Ah yar aman aman aman, ey yar aman aman aman. Şunda şadik bayram günde tarifin kaylık dastan. Tarifin kaylık dastan. Ashula Navruz galibda
Tohir Yo'ldoshev hamda Gavhar To'rayeva so'zi xalq kuyi ijro qiladi Navruz folklor etnografik xalq havaskorlik jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. عزيز وطني يرجع بهارك
Ashula bolam porloq so'zi xalq kuyi ijro qiladi Gavhar To'rayeva. Avazxon dostonidan parcha Safarim bor Gurjistona ijro qiladi Hamzabek Madriyev. Safarmaram sözünü aytib tamom qilgandan keyin G'iyrat Chandibil viloyatiga qarab ketaverdi. Chandibil viloyatiga borib Go'ro'g'lining darvozasini oldinda bexavo bir kishnadiki, endigi so'zni Go'ro'g'lidan eshitdi. Go'ro'g'li erta bilan turib, Parizod bilan choy chilimdan yozilishib o'tiribdiki,
g'iyratlı tavuşunu eshitib, yugurib darvozani oldidan chiqdilar. Go'ro'g'li g'iyratni ko'rib, 40 yigiti bilan Avazxonni asir tushganini bilib, o'zini, xalqini yig'lab maraka maydoni ichine girib aytgan so'z. Safarim bor Gürcistona, bizing bilan getan yursin. Nomard girmez bu maydona, mardga boshim qo'shan yursin. Safarim bor Gürcistona, bizing bilan getan yursin. Nomard girmez bu maydona, mardga boshim qo'shan yursin. Mardga boshim qo'shan yursin. Yigitni qanoti otdir, otni saqlamoq davlatdir. Keskin qilich yanar o'tdir, o'tqa o'zini yeyman yursin. O'tqa o'zi qon yursin. Yigit bo'lsa siz oldan, hunar o'rgan savustazdan, dushmanni ag'darib otdan, yiqilib nishon yursin, yiqilib nishon yursin. Yolg'onchilar gana hamdamdir, urush yigitga bayramdir. Go'ro'g'li bek dam-badamdir, maldin boshdan geçan yursin. Maldin boshdan geçan yursin. Yakka raqs Jayron ijro qiladi Zarnigor Madrahiyeva.
Oshiq G'arib va Shohsanam dostonidan parcha Kush deya ijro qiladi. Yoshlar ovozi Respublika ko'rik tanlovi laureati Javohir Ro'zimboyev. Oshiq G'arib va Shohsanam dostonidan parcha Kush deya voqeasi. Ana G'aribjon suyukli yari Shohsanam qizdan olgan ak harir ro'molini neda qo'yarini bilmabdi. Aşaka koysa çağın olacak, koynuna dıksa der olacak. Anadır, Shohsanam kızını özünden sorayman, nerinde koy dese şörümde koyaman depti. Ana dostlar, bu Shohsanam kızını görmek için göz gerek, bunu tarifine söz gerek. Ak appaktan gelgen, badam kapak, yupka dudak, turna boylu kuyan sarı cerengüzlü. Yüzlerine düşken züfleri melek melek. King king. Halka halka düğünedi. Su içse halkumundan, geçir yese bıkınından görünedi. On peri üst kilebine bağlı, az kilebine tamayın dep tuttu. Ana bunu görgen G'aribjon enesinden kalgan dutarını bir perde yukarı sazlap Shohsanam kıza deyizip bir söz aytdı. Yüzünden nikabını alıp küydürme bizni uyalıp senin bilen birge kalıp gül bağına girayın ben gel yanıma sevayın ben ha. Yavrum bergen akromalı seni nerede koyayım ben? Bağda kızlay gülünü üzüp kırmızı gayay boyayım ben. Kırmızı gayay boyayım ben. Yarım Cebrail'lemeyey bize Ziya zülfün dökme yüze Seni vermem yüzümü kıza Gel ya olmaya sivayın ben Gel ya olmaya sivayın ben Gel yanıma ya sivayın ben Oshiq G'arib ey kayna acısın İşsin deryasına gelsin Senin bilen kuşla aşıp gül bağına yey girayın ben Gel yanıma yey sivayın ben Ashulla diyor madhi Tohir Yo'ldoshev hamda Gavhar To'rayeva so'zi xalq kuyi ijro qiladi Navruz folklor etnografik xalq havaskorlik jamoasi.
Davrandı davrandı Davrandı, davrandı. Kışlık olsun cahanda Cahanda, cahanda. Şirin sözler zamanda. Yengi Özbekistan'da. Şirin sözler zamanda. Yengi Özbekistan'da. Avazımız çeylesin Boşun yerler küyeylesin Hemen şu toyda oynasın Tamaşalar kızlar gelir Hemen şu toyda oynasın Tamaşalar kızlar gelir Bu devrege kızlar gelir Tamaşalar kızlar gelir 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 kızlar gelir Hop! Çok yiğitler gelinler, sazınızı çalırlar. Çok yiğitler gelinler, sazınızı çalırlar. Bugün bayram tamaşa Dövrenikin alınma Bugün bayram tamaşa Dövrenikin alınma Yiğit kızlar oynayınız Birgeleşip güyeyimiz, Yiğit kızlar oynayınız birgeleşip güyeyimiz. Yengi Özbekistan'ı tarifini söyleyimiz. Yengi Özbekistan'ı tarifini söyleyimiz. Tarifini söyleyimiz. Birleşip gülerimiz Aman hey aman Esirem bir nevayem bir kasem girip tavrem esirem aman Ömrümde gezmerem gül gülzar seyrine Fesli bahar istemerem bülbül olmasa Gülzar seyrine eylerem el gül olmasa Aman ey aman Halovchilar o'ynaymiz. Hayvanın başında, hayvanın başında.
Bugungi konsert dasturimiz albatta sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Qarsaklar yetishmayapti negadir. Rahmat barcha bugungi konsert dasturimizga tomosha qilgani kelgan ustozlarimizga tashakkurlar izhor qilamiz. O'quvchi yosh yigit qizlarimizga tashakkurlar izhor qilamiz. Mana endi madhiy sahnamizga bugungi tadbirimizni asoschisi, rahbarimiz hurmatli Akbarjon Yo'ldoshev. Keling. Gulmat akamiz Kamolov. Tohir akamiz Yo'ldoshev ustoz san'atkorimizni taklif qilsak. Olim akamiz bor bu yerda ustozlarimiz keling. Olim akamiz O'rozboy ustozimizni taklif qilsak sahnamizga. Kamchiliksiz ish bo'lmaydi albatta. Maqtov bo'lsa eshitamiz, tanqid bo'lsa birgalikda eshitamiz hozir marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, akalar, ukalar. Konsertimiz yoqdi degan umiddaman. Endi mana ustozlarimizdan xudo xolasa kamchiliklarni eshitamiz bir chetdan. Olimboy aka, kelinglar bir aka. Shu navbatda ansambl folklor rahbari Gavarapoma, Rahmatjon ansamblimizning rahbari, qaraversa qolgan muzikantlar, yigitlar hammangizga rahmat deyapman. Xudo xolasa yomon bo'lmadi bugun. Qolgan gap so'zlarni men ustozlardan eshitamiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana mehmonlar, shirvandalar, o'g'illarimiz, qizlarimiz, shogirdlarimiz, hamkasblar. Endi bu maqsad tanqid qilish emas, ya boshqa emas. Maqtash emas ham maqsad. Endi mehnat qilingan eng asosiy. Ana shu mehnatning tagida hamisha rohat bo'ladi. Lekin shunga yarasha mehnat bo'lsa, rohat ham shunga yarasha bo'ladi. Hamma sohada ham shunday. Bu soha ham shunday. Endi biz hozir bir umumiy holda bir nasihat tarzida ochsak bo'ladi. Muhammad. Mana bu ansambl deganda o'zi 7 yoshdan 70 gacha qatnashish haqqi bor. Bu yerda ishlash shart emas. Chunki ashula va raqs xalq ansambli. Folklor ansambli ham shunaqa. Xalqning ichidan olish kerak. Mana yil davomida boyitib borish kerak. Havaskorlar bilan boshqa bilan. Endi buning uchun ham mehnat kerak. Endi baribir ozgina aytmaslik bo'lmaydi. Bu ota-bobomizdan qolgan maqomlar, mumtoz qo'shiqlar. Bularni qancha avaylasak, asrasak shuncha oz bo'ladi. Chunki shu qo'shiqni o'rganib aytdikmi? Masalan, endi shu bizning qalbimizga kirgan bir buyuk narsa bo'ladi. Agar shu e'tibor bermay aytsak, ya o'zimizning bor ovozdan foydalanmasak, ya'ni shu xalqimizning shu buyuk merosini biz ozgina e'tibor qilgan bo'lamiz, hurmatsizlik qilgan bo'lamiz. Yana shu yeri bor. Ashula qancha aytilsa, shuncha sayqallanib boraveradi. Bu 100 yillar, 1000 yillar davomida keltiran qo'shiq bo'ladi. Buni oxiriga yetib bo'lmaydi. Yaxshi ma'noda. Qancha mehrni berib, qancha mehnat ko'p ijro qilsang, shu bor ovozlardan qancha foydalansak, Ravshanbek Muhammadlar, Gavarxon. Shuncha ana shu ko'rsatgan nomerlarimiz yaxshi chiqib boraverdi kam-kam. Shuning uchun de ikki ansambl bilan yaxshi. Yigitlarimiz zo'r. Yana shu gapga borib taqalamiz. Shu zo'r yigit, zo'r qizlardan, zo'r yigitlardan foydalanish kerak. Ansamblni sel to'ldirish kerak. Yana iloji bo'lsa chalg'uvchilarni aytib turibman bu yerda. Ashulachilar yetarli. Iloji bo'lsa-da raqqasalarni to'ldirish kerak. Izlanib olish kerak va endi yana bir marta aytamiz, qilingan mehnatlar uchun rahmat aytamiz. Harmay, talmay. Endi ham Urganchga borib bular chiqish qiladi, to'g'rimi? Toshkentga boradilar. Ana o'rlarda talab, e'tibor kuchliroq bo'ladi. To'g'rimi? Shunga yarasha tayyorlanishni umiddamiz. Hammangizga rahmat. Mana bu Koshananing egalaridan bergan zal, madaniyat uyi. Ularga ham rahmat aytamiz. Unda hammangizga muvaffaqiyat. Bundan ham zo'r bo'ladi. Qara, almaysanmi siz? Almayga mana so'z. Yaxshi, mana aziz ustozlar, mehmonlar, mana shu sahnaga chiqqan jamoaning chiqishlari juda ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi dam oldik, yaxshi konsert ko'rdik. Xursandmiz. Endi ustoz aytganday
tanqid kelajakning mevasi deydi. Ozgina aytishga majburmiz. Usta yana aytganday men ham o'ylab o'tirdim, Hikmat shogird bilan yonimda aytib o'tirdim. Shu ansamblga bir g'ijjak, bir o't, bir chang bo'lganda mana Farhod ajoyib changchi o'zi. Bir akordon bo'lsam, yoshga chalsa, qolgan Farhod chang chalsa, undan ham zo'r bo'larmidi degan fikrlarim bor. Undan keyin haligi aytilgan Tahir akam aytganday haligi mumtoz musiqalarimizda aytganda nuans degan narsa bor. Musiqada bilasizlar, fortepianosini qarab, ozgina to'lqin tashlab, bir yeri yumshoqroq, bir yeri kuchliroq aytilsa, undan keyin savol-javobday tariqada masalan aytsa, shuncha 3 guruhga ashulachilar turibdi. Qizlarimiz ham bor, yigitlarimiz ham bor. Hamma bir xil aytib ketyapti-da endi. Shuni bir kupletini bular, bir kupletini bular, bir kupletini qizlar aytib, undan keyin oxirig'ina borganda hammasi uchovi qo'shilib ketib aytilsa, mencha zo'r bo'laydi. Shu aytishga endi xafa bo'lmaysizlar, yigitlar. Shuning uchun ishlaringizga omad, minnatlaringiz ko'p bo'lgan, hammangizga rahmat. Rahmat. Rahmat hammalaringizning fikrlaringiz uchun. Usta hamma ansambl haqida juda to'g'ri gaplarni aytdi. Ko'p minnat bilan bo'lib turibdi. Ko'p minnat bilan Toshkentga yaqinda mana shu viloyatda Gurlan ansambli Toshkentga borib, Navro'z bayramida borib shu dastur tayyorlab, shu yoqqa tayyorlab qo'ydik. Bizlar shu ansamblimiz hamma joylarga borib yuribdi. Xudo xolasa bizlar hokimlik bilan gaplashib, shu zar qadrini zargar biladi deb shu kecha Akbar bilan borib hokimlik bilan gaplashib, hokim o'zi shu tomoshabinlar masalasida bog'cha tarbiyachilari emas, muzikantlari keyin maktabning muzika o'qituvchilarini olinglar. Ham bizlarga ham yaxshi, ular ham yaxshi bir-biri bilan bog'lanib, konsert tayyorlashlar, konsert olib borasizlar, bayramga chiqish qilasizlar. Az endi bu yerda ko'p orqamizga qaramadik, lekin yog'i qarının tishini olganda aytib, ham yer bo'shab qolibdi arasidan. Bu o'zini hurmat qilmagan hisoblanadi. Men borib, bizning hokimlikka borib, men shunday taklif etilgan odamlar ketib qoldi deb aytmoqchi emasman. Shu yerda o'tirgan odamlarga rahmat aytmoqchiman. Chunki bu konsertdan sizlarning hozir hurmatli prezidentimizning, sizlarning hammangizning ish qurollaringizda, ish rejalaringizda bor. Ish rejalaringizga folklor masalalarini şu xalqqa, indiki xalqqa, bolalarga yetkazish sizlarning vazifangiz bo'lib turibdi. Muzika o'qituvchilaridan bor, muzika tarbiyachilaridan bor, muzika tarbiyachilaridan. Shuning uchun shu narsalarni o'ylab qilingan narsa bu. Shuning uchun kelganlaringizga rahmat, qolib ko'rib tomosha qilib o'tiribsizlar. Chunki bu sahani tushunmagan odamga hozir konsert qo'yib berib, qo'shiq aytgan bilan endi shunday bo'lib boradi. Lekin aslında o'zi qo'shiqni hamma yaxshi ko'radi, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Olsun bayramlarga tayyorlanganda sel bir-birimiz bilan anda etib qolamiz, sel bir yaqinlik bo'lsa, bir-biriga tayyorlamasdan burun mana bu yerda tayyorlab o'tirman desangizlar, undan ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun kelganlaringizga rahmat sizlarga ham. Juda hammangiz mana fikrlarni bildirdi. Ansamblning 3 oydan hisobot konserti bo'ladi. Ya'ni bundan ham yaqinlashib, bir-birimiz bilan yaqin muloqotda bo'lib kelib tomosha qilib turasizlar. Hammangizga rahmat. Yevropa bir narsa diyeceksiniz. Mendeki ya neni açaydım. Ansambl birinchi boshladi. Onun fortepianosi, bir-birine o'tkazishi, solosi juda ajoyib bo'ldi. Shu narsani hamma eserlaringizda saqlasangizlar degan taklifim bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor shu vaqtini ayamasdan kelgan, endi bular ham bizlarning hamkasbimiz, bizlar ham o'qituvchilikdan chiqqanmiz. Ana shu hamkasblarim, yigitlar, ustozlar hammalaringizga minnatdorchilik bildiraman. Konsertimizni kamchiliklari bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki qisqa vaqtda tayyorgarlik ko'rdik. Hisobot konsert qo'yasizlar deb yuqoridan xabar kelgan vaqtda bizlar vaqtimiz ozgina qoldi. Shuning uchun agar kamchiliklari bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi konsertlarda ana shu ustozlar aytgan kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Endi shu konsertni o'rtaga olib kelishda o'zini hissasini qo'shgan ana shu jamoadosh yigitlarimizga, hamkasblarimga, hammalariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan keyingi ijodiy faoliyatlarda muvaffaqiyatlar tilayman.
Bundan keyingi konsertlarimizdan sizlarni kutib qolamiz. Endi Girish akam aytib o'tdi, ikkala ansamblning ham har 3 oydan hisobot konserti bo'ladi. Birinchi chorak, ikkinchi, to'rtinchi chorak deb hisobot konsert berib turishimiz kerak. Taklif qilgan vaqtda qiynalmasdan kelsangizlar bo'ldi. Hammangizni keyingi konsertlarimizga ham taklif qilib qolamiz. Rahmat hammangizga. Rahmat, ustozlarimiz mana o'zlarini gap so'zlarini aytishdi. Albatta kamchiliklari to'g'rilaymiz, xudo xolasa imkon qadar. Keyingi konsert dasturimizda, ya'ni hisobot konsert dasturimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Bayram kayfiyatida yuringlar ilohim, bayramlar. Mana hammalaringizga yana bir bor muborak bo'lsin. Navro'z bayramlari mana arafasida, Hayit bayramlar barcha eldoshlarimizga, yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Keyingi konsert dasturimizda xudo xolasa bundan ham zo'r repertuar bilan ko'rishamiz degan niyatdamiz. Rahmat e'tiborchi.